Hop. Ko'pchilik olganmiz ketdik endi. Endi mashinamiz oldi sal qochoqdan. Xullas ketdik. Ana hop. Salonda. Hop. Salondan yana nima? Mashina hozir intervyu chiqaman. Diskalari, diskoyli diska. Mashinamiz bo'ldi. Hop. Ketdik yana balla qolib ketdi. Bozor elichi. Mana shunchaga bir tiyin bo'lsa o'zimiz ketaveramiz. Ko'pchilik salonda qanday qo'yadi deb kommentariyalarga yozishadi. Buni ham bitta video qilib chiqaman. Video emas, shorts video qilaman. Mayli, bir tiyin bo'ldi gapimiz. Endi o'zimiz ham ketaveramiz. Qiziq bo'ladi gaplashasizlar bilan. Hop. Men bilmayman ana. Bu mashinani hozir sotib olaman. Tutuni tushdi ekan. Qaytasi olam qaytadi. Hop, yana nimalarga? Qoriga yetamiz. Nimadir qilamiz deb bitta challenge o'tkazamiz. Ana. Hech bo'lsa miyasi bor odam kelyapti mana bundan. Shunaqa yursalar mendan kam bo'lmaysizlar. Pul beraman. Bo'ldi, boshqa narsa bermayman. O'zimda ham pulim qancha qaramang. Qaramang endi dunyoni sotib olaman mana. Endi yetadi bizga. Ko'plik ham qiladi deb ishlayapmiz buni. Poyga yutkazamiz xolos ana. O'tib ketdi. S3 kimdan olib ketdi? Uzr. Ular barozda kimdir o'g'ildan edi. Dadam bilan olamiz biz. Dadam bilan olmasa videolarimiz yaxshi chiqmaydi. Biz yaxshi chiqmaydi endi. Faqat bo'ralash mendan nima ketdi? Ana xudodan ketdi bizga. Maksimal tezlik hozir mana qo'yib olamiz. Videoda cho'kinishlar yo'q. Hop, 310 qo'yib oldik. O'tmas ekan. Yaksachi. O'tmas ekan. Biz bo'lmay yo'llar o'tmas ekan. Nima bo'lgan ekan? Yig'layman. To'ta. Nima degan ekan? Bitta tarjima olish kerak menga. Qiz bolam, o'g'il bolam farqi tarjima olish kerak. To'ta. Mayli. To'xta demoqchi bo'lganlar. Deb ketaveramiz bizdan nima ketdi? Vaqtimiz ketdi. Pul ketsa, obro' kesmasin. Hop, men uncha yangi emasman. 2024-yilda ochganman bu kanalda. Hozirda 25 ta obunachim bor. Obuna bo'lsanglar endi ko'payamiz. Xullas, yangiman-da. 1 yil ham bo'lmadi. 2024 bo'lsa 6 oy bo'lgan. Nechasida oyda qilganman. Menga obuna bo'lib, siz podдержка qilib olinglar YouTubedan. To'xta 0-13. Mayli, to'xtab turamiz. O'zim ham sekinman-da. To'xtagim kelmayapti. Mashinani qaranglar, havas qilasizlar, ko'rsanglar. O'zim ham havas qilganman. Qarasa. Kelishdi. Yigili. O'zim meletda yigililarga qiziqaman. Endi bu o'yin. O'yin bo'lsa, haqiqiy pulga ketadi, boshqa. Hop, bizdan o'tib ketdi. Menimcha cheat mashinalari. Manidan o'tib ketibdilar. Qanday o'tibdi ekan? Hop, biz maydon. Oppa, ana tushadi. Oqibatda sirena. Tuning.
Ularga yetib bo'lgan nima kortej qilamiz. O'zimiz madaniy tilda kortej emas, ZAGS deyiladi aslida. Keladiganlar kirmaydi. Boshqalar endi sekin yurishib pulimiz kam o'zi. Pulni ko'paytirish uchun поддержка qilyaptilar. Yangilarmiz tutunib tushdi. Yangilarmiz qo'shilibdi bunga. O'sha odammiz. Nega akalar yangilarmiz qo'shilibdi ishga. Bitta olmay tashakkurdaymi? Istasam nima jigoli? Biron marta jigoliga olmay tashamaganman. Ahmet. Nazar ekan. Olmay bo'ldi. Gapim tugadi. Olmay olsa videoni tugatardik. Ketdik. Dil tashlab qo'yaymi? Hoppa. Ketdilar. Ya, pul tashlab qo'ydim bo'pti. Zamb ketdim. Hop. Qayerga ketyapmiz biz? Yumaloqqa ketyapmiz. Telegram kanalimiz yo'q, Instagramimiz ham yo'q. Plus YouTube'im bor xolos. Men ham qiziqishga YouTube ochib qo'yayman. Mana ko'raylik. Hech narsa bo'lmasa ekan. Ustolni kiraylik. Yo'q, ustol yo'q. Bu Mercedes sotamiz hali. Bak qo'libdi. Ana. Ularga qadar sal pachoq endi. Yarashab. Bo'laradi menga. Menga baby yoqadi. Mashinam Supra edi. Supraga olmay qo'ydim mashina. Bo'ladi endi. Hop. Men Namanganlikman aytgancha. O'zimni tanishtirib, ismimni aytmay qo'ydi. 1000 ta obunachiga yetib qolaylik. Yuzimni ham ko'rsataman ketapsa. Qishlog'imni ponna aylantirib chiqaman. Hop. Nechta video olyapmiz? 8:25 ta. Ramazon oyi mana. 10-mart Ramazon oyi. Tarovalarga borish kerak. Sizlar uchun, aynan sizlar uchun bormay mashina video olyapmiz. Shuncha ish uchun har kuni boradigan odam edim endi. Bir kun sizlar uchun bormadim-da. Videoni tugatkim kelyapti. Sizlar bilan xayrlashmagim kelyapti. Keyingi videoda ko'rishamiz. Hammaga xayr.